Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizdeki devamında İmam Bukhari Hazretleri bugün bundaqdaydı. Babul isti'aneti bin nuccar ve sunna fi a'vadil minber vel mescid. Şu minber mescidinki yağaçlarını yasaydıgan, yağaççılıkını kılıdıgan, hünerven kasip, yağaççılan şiltiş, şu hünerven kasipler arkalı mescid seleş hakkında toxtulup, bu 448 numurluk hadis. Bu hadiste İmam Bukhari Hazretleri bizge Qutayba hadis sözlep bergen idi deydi. Bu İmam Bukhari'nin ustazı tercümalı başta ötkene, bu ravilarını tercümalı demeyimiz yanıla. Bu zat bizge Abdülaziz Ebi Hazim'din, Ebi Hazim Sahil'din bayan qıp bergen deydi. Sahil bir sahabi hemde. Sahil deydi, Peygamber sallallahu bir ayolga adam evetken. Özüňiň oğlan yagaççı balany bir buyrugyn bizge bir otturdyganga bir munber yasap bersin, bir peştaglyk munber yasap bersin dep şundaq digen. Onundan başga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid Saga wagtida Mescid Nebawini Yamamalik naat yaxşı bir ustamçı wakende. Bu layna naat yaxşı eleştirdigan, qo'luna naat eplik bir adam ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muş kişini işletken, muş kişini şu tam etişke, lay etişke muş işliga naati maskildiken dep bu adam özü men bu muşu sahablar oxşa igir işini qılıp şu taş qışlarını keseklerini kötürerse Peygamberimiz yaqsa ular layarlaştırıp berse yaxşı bildikense degen. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki meýadi meyli hünervenning ustusini bizniki temsilimiz boyunca koyunu kasap soysun degen kaydı boyunca hünervenning ustusini işiltip atadi. Bu işlerini puxta qilishga bir asas. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki munbiri desep yasalgan vaqtida 3-5 tak qılıp yasalgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve 4 halifeler devri muşu Resulullah'nınki yasagan 3-5 taklık halatda hutba qop davamlaştırıp kelgen. Muaviyanınki zamanı kelgen vaqtida Marwan Muhammed yak Marwan Hakem boz gerek. Bu kişi vali bolgan. Muaviyanın gepi boyunca bu 3-5 taklık munberini eletip bu adam 6-5 taklık kıygan. Medine şunda bir qarangılıkka toşup ketken dedi. Bu mecazi şekilde bir xil Resulullah'nın devirden daha davamlı iş gülüp atkan bir nersi elip etkendiyken xaqla bir unuğuna ait bir nime qarıgan da mesela bir qarangı peti qarıgan. Bu hep bir nur öçep ketdi degendek bunda da. Şoňdan Merwan çıkıp bu halife Muaviye burada müştaq qilishimga dep şu 6-5 taglyk qılıp yasap kelgen. Bu ta şunda gasilip bu 6-5 taglyk muşu bazı oňuşulup bazı şu peti dawamlaşyp 654-nji Medine Munawwar mescidi köýüp ketken. Köýüp ketkendikin kin Yemenning bir valisi Muzaffar degen bu yasap çykkan 656-njy ýylda munber yasap evetken. Ki Memlukiler padşahy Zahir Beybirs evetken. Abi 670-80 atrafında. Onun kendinden ta dawamlaşyp 820-nji ýylga kelgen wagt ýa bir ýeňi munber yasalgan. Onun kendinden de Osmaniler yasagan. Hatta hazırkısı hem de asasen şu Osmanlılar devirdeki yasalgan munber şu. 449-njy numurluk hadiste İmam Bukhari Hazretleri bizge Hallat hadis sözlep bergen dedi. Hallat ibn Yahya namıyla ötken bu zat deydi. Bizge Abdülvahid ibn Ayman hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi Abul Qasim Abdülvahid ibn Ayman namıyla meşhur. Mahzumi nesibi berilgen. Quraysh bu Quraysh buluşida nesep jihatdan emese bu kul azatkerlik noktasıdır. Hicriye 141-nji ýyldan 50-nji ýyllar etrapda ölüp ketken diýildi. İmam muhaddisler İbn Hajar Zahabiler çatak ýok, işençilik degendek namlarny bergen büyüklärniki biri. Demek hadis ilmida işençilik muhaddisler katarda muamil kılıngan. Bu kişi köp kişilerden riwayat kılgan. Bu kişiden bu köp bir neçe kişi riwayat kılgyk bayan kılındı. Hem hadis ilmi koşkan töhfeler katarında Sahih Bukhari'de 9, Sahih Müslim'de 8 tane hadis balıqı hatırlangan. Ama şu bu kişininki hadis ilmi koşkan töhfesi. Bu kişi dadistan bayan kılgan. Bu dadis kim o degen? Eymen Habeşi, Mahzumi namı bilen meşhur. Bu dadı bala muhaddislerde. Bu kişinin işencilik dep tarifligen muhaddisler. Hem de bu kişi Cabir ibn Abdullah'dan, Ayşe anamızdan, ikisi bu kişinin ustazı boludu.
Bu kişinin hem de şagirdlerini elip bilsek, oğullam hadis sözlep bergen bolsa gerek. Oğullam hadisi bayan kılıp ötken. Bu kişinin hem de qo'shgan töhfler qatarida 8 dan hadis bayan qilingan mush kishining nomida mushu yetarli. Bu kishi hamda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan bayan qilyapti. Jabir ibn Abdullah'niki tercümalı başta ötken büyük sahabe. Hozirgacha Madinada o'yisining izi bor. Büyük sahabelarniki biri. Bu zat deydi. Bir ayol dedi ki ya Resulallah. Bir ayol kelib Resulullahning qishig'iga Rasululloh bir töhf ko'rsatay, bir yaxshi ish qilay deb. Ya Resulallah, sizlar o'ttirdigan bir binasi yasab bersamman. Mening bir yog'och o'g'lim bor. Shu yasab bergan bo'lsa deganki, kerak yo'q, farqi yo'q, chatoq yo'q. Mayli, xohlasangiz mayli-ku debdi. Shuning bilan bu ayol bu minbarni yasab ekkan dedi. Bu hadisma ya'ni yuqorqi hadisniki asosan to'liqlamasi. Ma bir xil shaklda siyaqda bayon qilingan. Bo'lingan gaplar shu yuqorqidek. Ya'ni bayatqi ma ravidiki Ayman dadisi degandiki Aymanul Habashi degan kishi mahzum jamoatdan deyishimizda bu ayol nima bu kishi Oysha onamizning qishiga kirgan ustozda Oysha onamiz. Men bir Atbat ibn Abi Lahabning quli edim. Bu o'lib ketgan vaqtida bolalari meni miros olgan. Chunki u qullar vaqtida bir mol-mulk asosida muomala qilingan. Keyin men Abdullah ibn Abi Amr al-Mahzumiga satqa u meni ozod qilib etgan. Demak, Oysha onamizning shogirdi Ayman degan kishi qul odamki. Ayta qul bo'lisimi, o vaqtda tabiqa arimasdan islom dinidagi quvvati bilan, kuchi bilan ma qulti ma o bir begti demasdan ilm o'rganish kilam. Yarishman odamlar bo'lsa, tabiqa arimasdan mushta o'rgatib, yaxshi muomalalarni qilgan degan muomala bu yerda chiqib turdi. Xo'sh, tövəndə hamda men bana masjidan masjid sağan kishi haqida. İslam dinida masjid sağan kishilarga qarta qandaq muomala, qandaq ahvolatlar bor, buni bayon qilib o'tmoqchi bu yerda. Bu 450 numurliq hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy hazratlari bizga Yahya ibn Sulaymon hadis so'zlab bergan dedi. Bu kishi dedi bizga Ibn Vahab so'zlab bergan bo'lib, Ibn Vahab deydi-da, menga Amr xabar bergan. Buker bu odamga so'zlab beribdi. Buker bularning tarjimasi o'tgan. Haqiqatan Asim ibn Umar ibn Qatada degan kishi buning hadis so'zlab bergan. Xo'sh, bu yerda Asim ibn Umarning tarjimasi bu yerda boshda o'tmagan. Bu kishi hamda kim o degan vaqtimizda Asim ibn Amr ibn Qatada ibn Nu'man deyildi. Bu demak bu kishi ansarilardan bo'lsa kerak. Chunki bu kishiningki bo'si Ka'b ibn Xazraj al-Awsi deyilgan. Bu yerdagi Ka'b bu yerda Zafar deb ismi bor bir kishi bo'lgan. Demak bu kishi ansarilarning Aws qabilasi tutadigan buyuklardan biri. O'zininki ishonchlik ekanligi haqida hadis ulamolari bu kishiga yaxshi baholarni bergan. Bulapım şu Rasulullohning tarjimonlik munosabatli ilmlardan aytib ko'p ta'siri bor. Ko'p ilmlarni, ma'lumotlarni to'plab xabar yetkazgan. Hatto Umar ibn Abdul Aziz bu kishini Damashq masjidida o'tirib berdi. Hozirgi Jamil Umayyi bo'lsa kerak. Kishilarga Rasulullohning tarjimali, sahobalarning tarixini so'zlab berishga buyurgan. Umayyi masjidi bo'lsa kerak, Damashq masjidi deyilgan. Albatta shu bo'lishi aniq. Chunki Umar ibn Abdul Azizning oldida silganda bu masjid. Bu odam nayt ko'p hadis rivoyat qilgan olim odam edi, ishonchlik mashhur edi degandek mazmunlar bor. Demak, Sham diyorininki Damashq diyorining ayni davrdagi nayt birinchi avlod asosan muhaddislari deyishki bo'ladi bu kishini. Bu kishiniki 120-yillar atrofida Umayylarniki oxirgi mazgillarga yaqin shu paytlarda o'lib ketganligi xotirlangan. Demak o'zining rostchilligi, hadis ilmidagi ishonchliklari, shundaqla Rasulullohning tarjimali siyerini yaxshi bildiganligi bilan mashhur bo'lgan buyuklarniki biri. Bu kishi jiq sahobalardan hadis bayon qilganligi xotirlangan, masalan, Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, Amr ibn Qatada qatorliq. Bu kishilardan aytdi ko'p kishilar hadis rivoyat qilgan. Bo'lapmi Muhammad ibn Ishaq, bu siyerida eng mashhur Muhammad ibn Ishaq bu kishiniki shogirdi bo'ladi. Bu kishining hamda qo'shgan tuhflar qatorida Buxoriyda 5,
Ebu Davud'da 6, Tirmizi'de 5, Müslim'de 4, Nesa'i'de 2 tane hadisi var. Bu kişininki hem de ilim koşkan töhfleri müşinçilik. Endi bu kişi bu hadisni Ubeydullah ibn Havlani degan kişiden anlaganligini bayon qilgan. Ubeydullah el-Havlani Peygamberimizningki büyük ayoli Maymuna onamizningki beqivogan o'g'li bo'ladi. Bu kishimi o'lib ketganligi 80-yildan 81 bilan 90-yillar atrofida o'lib ketgan dedi. Ishonchlik o'zi Madinalik ishonchlik muhaddislarniki biri. Osman ibn Affan, Abdullah ibn Abbas, Maymuna onamiz bu kishiningki ustozi bo'ladi. Bu kishining shogirdlari Bayatun Asim qatorliqlar. Bu kishining ham hadis ilmi qo'shgan tuhaf qatorida Buxoriyda 1, Muslimda 2, Muvatta Malikda 1, Abu Davudda 1 hadis bor xotirlangan. Qaranglar shu raviylarning tarjimaligida qarasak bir ishni qattiq kichik sanmaslik kerak. Ba'zi raviylarning necha ming dan hadisi bor. Ba'zi raviylarning bir hadisi bor qilib qolgan. Lekin 1400 yildan buyon bayon qilinib kelyapti, so'zlanayapti. Ashna ajri inshaalloh shu kishilarga bordi degan gap bu. Demek küçünün yetişçe ihlasıyla kaldığın her kanda iz, meyl az olsun, meyl cık olsun, onu da töven sanması gerek ki. Allah'ı fakat yarısılam, niyetimiz yarısı, ihlasımız yarısılam şu yeterlilik ki. Bir yerde kançılar kala degeni uylaşmaya bula. Özünki küçüğünü çıkarılık ha. Endi bu zat ne bir yerde Ubeydullah el-Havlani'ni Nemişqa Maymuna onamizniki quchoqdagi bolasi deymiz deganda burunqi konu yerniki bolasi bo'lg'achqa shunda deyilgan deyildi. Vallohu a'lam. Endi mishadiki Ubeydullah Havlani degan zat Hazrat Osman ibn Affondan olgan ekan. O Hazrat Osman debdi-da Payg'ambarimizning masjidini sog'gan vaqtida o'zining xilofat davrida masjidni yanglab sog'gan bu odam. Keyin aytdi. Shu vaqtda kishilar gap topgan. Natija gap topgan. Bu şu Resulullohning davridagi shu o'z pet qo'yib qo'ygan bo'lsa-chu deganda gaplarni qilgan. Hazrat Osman bu gapni anglab, sizlar bek jiq gapni bek yo'g'ontib ko'paytiryaptinglar. Men Janobi Rasulullohning mundaq deganligini anglagan edim. Kim masjid sasa dedi. Men bu yerga ulamo dedi. Men yana Alloh rizoligini ko'zlab demoqchi. Kim masjid sasa, ya'ni Alloh rizoligini ko'zlab Allah o kishi uchun jannatda shunga o'xshash bir uy soladi degan. Men shunlashqa soldim bu masjidni deb jamoatga qanoatlantiryapti bu yerda. Endi bu hadisni to'liqlaydigan yana boshqa bir hadislar bor. Endi Hazrat Osmonga masalan Rasulullohning shu so'zi bo'yicha masjidni yanglab qaytadan sapdi. Men masalan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarda keklikning o'zidek masjid solgan bo'lsa-mu deyilgan ba'zi bayonlarda. Bu endi buni mubolig' nuqtasidan deyilgan. Chunki bu keklik deganmi yerga u soldigan narsa. Qolgan qushlar asosan ya taqqa yoki daraxtlar ustiga u solgan bilan keklik yerga u soladi. Sajdimi yerda bo'ladi. Shunga keklik ustichilik bir masjidga to'hib qo'ygan bo'lsa-mu deyilgan. Ya'ni buningga boshda ajr bo'ldi deyilgan. Bu mubolig' nuqtasidan, ya'ni o'zi butun bir kishilik bir masjidni solanmasa-mu, masjid silishga yordam bersa, o'ziyevan bo'lamdi yoki bir oltin bo'lamdi, qanchalik bo'lsa berib shu masjidni sog'gan bo'lsa, shu ajrlarga erishadi demoqchi. Hamda bu masjid silish masalasi nihoyatda ixlos talab qilgan masala. Bu masjidlarga ismini yozib oladigan mushta ishlar bor. Lekin ba'zilarga to'ntish uchun, bildirish uchun, haqiqatni bildirish uchun qilgan bo'lsa bo'ldi. Lekin uni ko'z-ko'z qilish uchun, uni riyo qilish uchun sas bo'lmaydi. Shunlashqa Ibn Javzi masjidlarga ismini yozib olgan kishilarga qarata bu ixlosdan yiroq deb qaragan. Hamda bir qism shaharlarda, davlatlarda masalan Ibn Usaymindan so'ralganda ayni vaqtida masalan binoning ostiga masjid silib oldigan odamlar bor. Bu binodan bajonmaydi deb. Buning hukmi nima degan vaqtida buningda niyati qanday bo'lgan bo'lsa shu. Agar masjid silishdan niyati hem Allah rızalıq üçün, hem özüleş, işkilesi bo'lgan bo'lsa, shu niyatiga loyiq, niyatiga yarasha bu ajrga erishidi deb shunday javob bergan. Bu Osman ibn Affonniki sog'an va kengaytgan o'rni hozirgi biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom berib kirgan vaqtimizga imom necha yillardan bir namoz o'qiyotgan cho'ng shu xat yezig'liq mihrab shu Hazrat Osmonniki kengaytgan o'rni. Bugungi darsimiz mushayish bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.